Turmushga chiqishni xohlamasdim. Erkaklar yomon ko'raman. Hay, yomon ko'rsangiz, nimaga bizni ko'rsatuvga keldingiz? Sizlarning ko'rsatuvlaringni ko'rib, erga tegishni xohlab qoldim. O'zingiz to'g'risida gapiringchi, nega erkaklarni yomon ko'rasiz? Men o'zi hayotimda bittagina erkak gabatgan. U ham meni majburlagan. Voy, nima qilib majburlagan? Xullas, bitta salom aytmasam maylimi? Tezroq gapiring. Qishloqdagilarga salom aytaman-da, maylimi? Ana o qarab gapirsam bo'ladimi? Ha. Yena, assalom, men yetib keldim. Ana qishloqdagilar sahiba keyin taksim borammaysan, deydi. Mana keldimmi? Ey, mana ishonmasalaring. Mana ana shu xotinlar. Ana, to'xtaxona, to'xtasin aka. Alam qilsin. Xullas, bir kuni enam aytdi, sahiba produktda tugab qoldi. Bor, shaharga chiqdi, opke dedi. Keyin men ko'chaga chiqdim. Bir taksi kelib to'xtadi. Mindim. Keyin ketdik-da, yo'lning o'rtasida borib bir dalaga to'xtadi. Eshigini ochdi-da, tush dedi. Men ham tushdim. Keyin makkapayan ichiga jur dedi. Men ham ketdim. Ana shu yerda majburladi. Voy, tavba, qanday qilib majburladi? Adiyalda tushadi. Keyin aytdi. Aka dedim, qo'ying dedim, jo'ja birday jon bo'lsam desam, "Hey, tentak, sen jo'ja birday jon bo'lsang, mening 100 ta jo'jam bor. Makkani qayerda adiyalga tashla" deydi. Voy, qo'rqitib yubordingiz-ku, qizim. Ha, sizni majburlamabdi-yu. Makkani julg'ani majburlagan emasmi u? Singlim, hamma ayb o'zingizda. Yur desa indamasdan Makka jo'xorizorni ichiga kirib ketaverasizmi? Voy, o'layni, tentakmisiz? Men uni niyatini yaxshi debman-da. Xo'sh, singlim, bizdan nima yordam? Nima xohlaysiz? Siz skorpomishmi, sizdan nima xohlaysiz? Nimaga keldingiz? Men er so'rab keldim-ku, shundan gapiring-da. Ha, siz qanaqasini xohlaysiz? Qanaqa bo'lsin? Ko'nglingiz nimani istaydi? Qanaqa erkakni istaydi? Men xohlardim o'zimga o'xshagan parasatli bo'lsa, kamida bir mali bo'lsa deyman. Ana Antaliyami, Turkiyami, Dubaymi, shu joylarga sayohatlarga kemalarga mindirib meni olib yursa deyman-da. Unaqa erkak bo'lsa o'zimizdek bo'lardik-a? Yaxshigina bir yigit tashrif buyurishgan. Ajoyib emas? Yulduzingizga to'g'ri kelsa. Marhamat. Buningiz chumoqqa o'xshaydi-ku. Meni xotinim urardi. Urardi? Uradigan xotinlar nega yashadingiz? Ayol kishi ursa qarab o'tiradimi? Yo'q, qarab turmasdim. Men erkakman-ku. Bunday qilib o'zimni himoya qilardim. Ha, keyingi ayolingizga uradigan chiqib qolsa-chi? Men kaltak yeyishga o'rganib ketganman. Faqat qaynonasiga qo'l ko'tarmasa bo'ldi. Nima ish qilasiz o'zi? Men dehqonman. Hozir uy bekasiman. Uy bekasi? Hay, uy begiman degan. Ey, o'zi qayerdan seni? Men Chuvalachidanman. Qo'shni mahalladan ekanmiz. Xullas menga erga voy, menga uylanasanmi? Siz ham menga qo'l ko'tarmaysizmi? Tentakma sen. Erkak kishiga nafaqat qo'l ko'tarish, hattoki ko'ziga qarab bo'lmaydi. Gunoh bo'ladi, ha, ina? Ha, erni sizlash kerakligini ham bilasizmi? Voy, sen dedimmi? Ha. Kechirasiz-da. Men sizni oq juvib, oq tarayman. Ovqatlaringizni pishirib beraman, kiyimlaringizni yuvib beraman. Rozimisiz? Roziman. Ilohi amin. To'xtab turing. Men inam duosini qilaman, inam nomidan o'zimga, maylimi? O'qing. Maylimi? Inamga sakaz beradi-da to'yda hamma duo qildi. Ilohi amin. Ikki josh qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, qaynotasiga xizmatida bo'lsin, in kelganda egiz to'sin, to'nqayganda to'qqiz to'sin, ashkadiday bo'lsin, qovunday bo'lsin, jaqqani elektr bo'lsin, tug'ani direktor bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Azizlar, bizning niyatimiz bitta. Hamma baxtli bo'lsin. Rahmat. Ketdik. Ana endi go'rka. Nima qilyapsan? Chumoq qo'lingda tor. Uydan keyin bo'lib qolmasin.